Pirimqul Qodirov. Olmos kamar. Buva, buvi, ota-ona, o'g'il-qiz. Bir sulolaning 3 avlodini ramziy daraxt deb olinsa, o'sha daraxtning mustahkam qad kerib turishi uning o'rta bo'g'iniga, ya'ni ota-onaga bog'liq bo'ladi. Negaki, kundalik ehtiyojlarini qoplash uchun erta-yu kech tinim bilmay mehnat qilishdan bo'lak, g'animat keksalarning ko'ngliga qarash, shuningdek, ulg'ayotgan farzandlarining porloq kelajagini ta'minlash ham ularning zimmasiga mushkulotdir. Hayotning bunday mas'uliyatli damlarida o'rta bo'g'inning biron layoqatsizlikka yo'l qo'yishiga haqqi yo'q. Mustahkam, baxtli oila ularning metin iroda ila turli-tuman qiyinchiliklarni yenga olishlari evaziga barpo etiladi. Mohir adib Olmos kamar asarida ota-onaning qariyalar va bolalar oldidagi muhim rolini hayotiy voqealar bilan ishonarli tasvirlaydi. Asar shu tomonlama yosh kitobxonlarning hayotiy tajriba ulasha oladi degan umiddamiz.